17 yil Musavvir davlatda ishlagan bir aka aytayapti-da. Ancha muddat Musavvir davlatda ishlab uyga bordim deydi. Uyga meni oshnalarim ko'rgani kelishdi deydi. Oshlarim bilan yeb ichib o'tiribmiz. 3 ta o'g'lim bor edi, hali yosh edi. Shu 3 ta o'g'limga oshlarim ichidan bir oshnam savol berdi deydi. Sizlar onalaringni ko'proq yaxshi ko'rasizlarmi yoki da otalaringni ko'proq yaxshi ko'rasizlarmi deb savol berdi. Shunda 3 ta o'g'lim ham birdaniga kulib, onamizni yaxshi ko'ramiz deb javob berdi. Shunaqangi o'g'illarimning gapidan, javobidan yuragim og'ridi, qalbim og'ridi. Hech kimga bildirmadim, kulib turibman. Yedik, ichdik. Oshnalarimni uyga kuzatdim, hammasi uyga ketdi. Boyagi gap miyamda aylanyapti deydi. Hech hayolimdan ketmaydi, chekkaroqqa o'tdim. Ayolimga ham bildirmadim, yig'ladim deydi. Bolada oldida kim ko'p bo'lsa, kim ko'p e'tibor bersa, kim ko'p yaxshi gapirsa, kim ko'p